Assalomu alaykum. E-kub mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, e-kub degani eng katta umumiy bo'luvchi degani. Eng katta umumiy bo'luvchi. Ya'ni eng katta bosh harflar mana e degani eng katta umumiy bo'luvchi bosh harflar yoziladi, ya'ni e-kub deyiladi. Keyin e-kub bo'lsa e-kub. Bu eng kichik umumiy karrali deyiladi. Demak, e-kub degani eng katta umumiy bo'luvchi, e-kub degani eng kichik umumiy karrali degani. Endi, xo'p, ikkita sonda e-kub topib ko'ramiz. Masalan, bizga 20 va 30 berilsa, mana 20 va 30 berilsa, o'shanga e-kub va e-kub topamiz. Mana 20 ni tub ko'paytirishga ajratamiz. Ya'ni 2 ga bo'lamiz. 10 bo'ladi, yana 2 ga bo'lamiz. 5 bo'ladi, keyin 5 ga bo'laveramiz, 1 chiqadi. Xo'p, 30 ni 2 ga bo'lamiz, 15, keyin 2 ga bo'linmaydi, 2 ga bo'linmagancha 3 ga bo'lamiz. Xo'p, 3 ga bo'lib yuborsak 5, keyin 5 ga bo'lamiz, 1 chiqadi. Demak, 20 degani 2 dan mana sanasak 2 ta, 2 dan 2 ta, 5 dan 1 ta. 30 degani 2 dan 1 ta, 2 dan 1 ta, 3 dan 1 ta, keyin 5 dan ham 1 ta. Endi e-kub topamiz. E-kub degani ikkalasida borning kichik darajalarini olamiz degan. Ikkalasida bor, ikkalasida ham 2 bor. Mana 2 ni ko'radi, bu 2 ni 1. Kichkinasini olsak 2 ni 1 ni olamiz. 2 ni 1. Keyin ikkalasida 3 yo'q, shuning uchun 3 olinmaydi. Ikkalasida 5 bor. Demak, 5 ni 1, 5 ni 1. Kichkinasi ham kattasi ham o'sha, shuning uchun 5 ni 1 ni olaveramiz mana. Bu e-kub bo'ldi mana. E-kub. Endi mana e-kub topamiz. E-kub topadigan bo'lsak, ikkalasida borning kattasini olamiz. Ikkalasida borning kattasi 2 ni kvadrati, keyin ikkalasida borning kattasi 5 ni 1, keyin ikkalasida 3 yo'q, lekin 3 ni ham olsa bo'ladi. E-kubga ya'ni yo'g'ini ham olamiz. E-kubga ikkalasida borning kichkinasini olamiz. E-kubga ikkalasida borning kattasi, yo'g'i bo'lsa yo'g'ini ham olamiz. Mana shu e-kub bo'lyapti. Endi hisoblab qo'yamiz. 2 ni kvadrati 4, 4 kere 5 20, 20 kere 3 60. Demak, e-kub nima chiqdi desa 60. Mana e-kub nima chiqdi desa 10. Endi tushunamiz mana 20 bilan 30 ikkalasi ham 1 ga bo'linadi masalan, ikkalasi ham 2 ga ham bo'linadi masalan, ikkalasi 5 ga bo'linadi, ikkalasi 10 ga bo'linadi. O'sha bo'luvchilarning ichidan eng kattasi deydi mana. Eng katta umumiy bo'luvchi nechi desa 10 bo'lyapti. Mana 20 va 30 bo'linadigan eng katta son nechi desa, eng katta son 10 deyilyapti. O'sha e-kubi, ya'ni eng katta umumiy, mana shu ikkalasi uchun umumiy bo'luvchi 10 deyilyapti. Keyin e-kub ikkalasiga karrali 60 bo'lyapti. Ya'ni 60 mana 20 ga ham karrali, 30 ga ham karrali. Ya'ni karrali degani mana 60 20 ga ham bo'linadi, 30 ga ham bo'linadi degan. Eng kichkinasi. Eng kichik umumiy karralisi 60 bo'lyapti. Masalan 120 olsa ham bo'ladi. 120 ham 20 ga ham 30 ga ham bo'linadi, lekin 120 eng kichkinasi emas. Eng kichkinasi 60 bo'lyapti mana e-kubga. Endi bulardan umumiy natural bo'luvchilar sonini topamiz. Umumiy natural bo'luvchilar soni, umumiy natural bo'luvchilar soni darajasiga 1 ni qo'shib topamiz. Darajasi 2 ni darajasi 1, 1 ga qo'shamiz 1 ni, ko'paytiramiz, qavs ochamiz. Yana 5 ni darajasida 1, 1 ga 1 qo'shamiz. Bu 2, bu ham 2, 2 kere 2 4 ta bo'lyapti. Keyin umumiy butun bo'luvchilar soni desa, umumiy butun bo'luvchilar soni har doim eslab qolamiz. Bundan natural bo'luvchilar sonidan 2 barobar ko'p bo'ladi. Bu 4 ta bo'lsa, bu 8 ta bo'ladi. Boshqa misollarda agar mana 20 ta bo'lsa, bunisi 40 ta bo'ladi. Mana 50 ta bo'lsa, bunisi 100 ta bo'ladi. Mana 5 ta bo'lsa, mana 10 ta bo'ladi. Ya'ni har doim 2 barobar ko'p bo'ladi. Mana bitta bo'lsa, bu 2 ta bo'ladi. Keyin umumiy tub bo'luvchilar soni. Tub bo'luvchilar sonini topayotganda mana nega qaraymiz mana. 2 va 5. O'sha ikkalasi tub bo'luvchi bo'ladi. Nechta desa 2 ta. Umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar soni desa, umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar soni. Bosh harfini yozib ketyapman. Umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar soni desa, umumiy qaraymiz. Naturallar nechta edi? 4 ta edi. O'sha 4 tadan ikkitasi tubga ketdi. Mana ikkalasi. Demak, 4 tadan 2 dan ayiramiz, 2 ta qoladi. Demak, naturalning ichida bo'ladi, tub emaslar. Demak, xulosa qilamiz. O'bshi 4 ta bo'lsa, ikkitasi tub songa ketsa, ikkitasi tub emas bo'lyapti. Ikkitasi tub emas bo'lyapti. Keyin murakkab, umumiy murakkab bo'lmagan bo'luvchilar soni. Murakkab bo'lmagan bo'luvchilar soni degani, o'zi murakkab son degani bo'luvchisi 2 tadan ko'p bo'lsa murakkab bo'ladi. Endi biz murakkab emas deyapmiz. Mana 2 tub son murakkab emas, 5 tub son murakkab emas. Keyin har qanday desa 1 ga bo'linishi aniq. Bu yerda 1 yozilmasa ham har qanday son 1 ga bo'linadi. Demak, 1 ham murakkab emas. Shunda murakkab bo'lmagan bo'luvchi son 3 ta bo'lyapti.
Qaysi bo'lyapti? 2 bo'lyapti, 5 bo'lyapti, keyin 1 bo'lyapti. Endi umumiy murakkab bo'luvchilar soni. Murakkab bo'luvchilar soni nechta deyilsa, jami naturalda ichida bo'ladi bular ham. Demak, 4 ta bo'lyapti, natural. Demak, 4 tadan 3 tasi murakkab emas. Demak, 4 dan 3 ta ayiramiz, bitta qolyapti. Demak, bittasi murakkab bo'ladi. Keyin umumiy toq bo'luvchilar soni. Umumiy toq bo'luvchilar soni, ya'ni mana 20 bilan 30 ga umumiy nechta 90 ga bo'linadi demoqchi. Umumiy toq bo'luvchilar soni desam, yerda toq sonni izlaymiz. 2 juz son, 5 toq son. O'sha toq sonni darajasiga 1 qo'shamiz har doim. Demak, toq son 5 bo'lyapti, 5 darajasi 1 bo'lyapti. 1 ga 1 qo'shamiz, 2 ta bo'ladi. Umumiy juft bo'luvchilar soni desa, mana umumiy juft bo'luvchilar soni desa, hisoblaymiz. Jami naturallar nechta edi? 4 ta. Toq sonlarga qancha ketdi? 2 ta ketdi. Demak, 4 dan 2 ni ayiramiz, yana 2 ta qolyapti. Demak, ikkitasiga juft son bo'lib qolyapti. Demak, hozir bu yerda 8 ta narsa o'rgandik mana. 8 ta narsani soni bu. Endi o'sha 8 ta narsani yig'indisini o'rganamiz. Umumiy natural bo'luvchilar yig'indisi desa, mana umumiy natural bo'luvchilar yig'indisi desa, buni mana u ekubga qaraymiz. 2 ni 1 bo'lsa, 2 ni 1 deb qo'shiladi. 2 ni 1, keyin qo'shamiz 2 ni 0 deyiladi. Qavs ochamiz, ko'paytiramiz. Keyin 5 ni 1 qo'shilgan 5 ning 0 deyiladi. Agar boshqa safar mana 2 ning kvadrati bo'lib kelsa, boshqa safar 2 ning kvadrati bo'lsa, mana 2 ning kvadrati, keyin 2 ni 1, keyin 2 ni 0 bo'ladi. Mana 5 ni 3-chisi bo'lib kelsa, boshqa safar mana 5 ni 3, 5 ni 2si, keyin 5 ni 1, keyin 5 ni 0 bo'ladi. Ya'ni o'sha darajadan boshlanib bitta-bitta kamayib ketaveradi. Endi shuni hisoblab qo'yamiz. Bu 2, bu har qanday sonning 0 1 ga teng. Shunda 3 bo'lyapti. Ko'paytiramiz. Bu 5, har qanday sonning 0 1 ga teng. Shunda 6 bo'lyapti. Hop, endi 3 kere 6 18. Umumiy natural bo'luvchilar yig'indisi 18 ekan. Endi umumiy butun bo'luvchilar yig'indisi desa, butun sonlarga natural sonlar kiradi, keyin natural sonlarga qarama-qarshi sonlar ham kiradi. Masalan, 1 ga bo'linsa -1 ga ham bo'linadi, 2 ga bo'linsa -2 ga ham bo'linadi, 5 ga bo'linsa -5 ga ham bo'linadi, 10 ga bo'linsa -10 ga ham bo'linadi. Demak, o'shalarning hammasini qo'shganda nima chiqadi desa 0 deyiladi. Bu hamma misolda 0 chiqadi. Hamma misolda 0. Umumiy butun bo'luvchilar yig'indisi desa, bu hamma misolda 0. Keyin umumiy tub bo'luvchilar yig'indisi desa, tub son qaysi edi mana? 2 va 5 edi. 2 va 5 degani o'sha 2 ga 5 ni qo'shamiz. 2 ga 5 ni qo'shsak 7. Umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi desa, umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi deyilsa, hisoblaymiz. Jami 18 edi. Jami naturallar 18 edi. O'shandan tubga qancha ketdi? 7 ketdi. 18 dan 7 ketsa qancha qoladi desa, 11 qoladi. 11. Demak, umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi qancha desa, 11 deyiladi. Keyin umumiy murakkab bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi. Murakkab bo'lmagan bo'luvchilar soni mana edi. Umumiy murakkab bo'lmagan bo'luvchilar soni 3 ta edi. Qaysi edi? 2 edi, 5, keyin 1 edi. O'shalarni qo'shamiz. 2, 5, 1. Murakkab emaslar o'sha. Qo'shsak 8. Endi umumiy murakkab bo'luvchilar yig'indisi desa, jami yig'indi 18 dan ayiramiz 8 ni. Shunda bu 10 bo'lyapti. Keyin umumiy toq bo'luvchilar yig'indisi. Umumiy toq bo'luvchilar yig'indisi desa, mana ikkita qovusimiz bor. Mana 2 qatnashgan, bunda 5 qatnashgan. O'sha ikkita qovusdan toq son qatnashganini olamiz. Toq son qatnashgan mana 5. Demak, o'sha qovusni olsak, mana qovus olamiz. 5 ni 1, 5 ni 0 hisoblasak 6 bo'lyapti. Keyin umumiy juft bo'luvchilar yig'indisi deyilsa, umumiy juft bo'luvchilar yig'indisi deyilsa, o'pish yig'indi 18. 18 dan toq sonlarga qancha ketyapti? 18 dan toq sonlarga 6 ketyapti. 18 dan 6 ketsa, demak bunga qancha qoladi? 12 qoladi. Endi biz sonini, yig'indisini topib chiqdik. Endi ko'paytmalarni ham topib chiqsak bo'ladi. Masalan, tub bo'luvchilar ko'paytmasi desa, mana 2 tub, 5 tub ko'paytmasi nima bo'ladi? 10 bo'ladi. Xo'p, toq sonlar nechta, juft sonlar nechta, o'shani topdik. Endi testda tushishi mumkin, masalan, umumiy natural bo'luvchilar soni bilan umumiy butun bo'luvchilar yig'indisining yig'indisini toping deyish mumkin. Ya'ni mana natural bo'luvchi son nechta? 4 va umumiy butun bo'luvchi yig'indisi qancha? 0. Ikkalasini qo'shsak 4 ga 0 ni qo'shsak 0 deb topishimizga to'g'ri keladi. Endi 3 ta son ko'radigan bo'lsak, 3 ta sonimiz mana 60, 120, 180 bo'lsa mana. Xo'p, qoidasi bor. Qoidasi agar sonlar bir-biriga karrali bo'lsa, mana karrali degan mana 120 60 ga bo'linadi. 180 ham 60 ga bo'linadi. Mana bir-biriga karrali bo'lsa, e kubi nima desa, e kubi kichkinasi bo'ladi. Mana 60, 120, 180. Mana 60 60 ga bo'linadi, 120 ham 60 ga bo'linadi, 180 ham 60 ga bo'linadi. Demak, e kubi nima desa, ishlamasdan 60 deb aytsa bo'ladi. Demak, bu uchalasining e kubi nima ekan mana? E kubi
kichkinasi ekan. Mana shu uchalasidan kichkinasi. Kichkinasi qaysi bo'layapti? 60. Endi 60 ni, mana 60 ni kara-kara qilamiz. Xo'p, kara-kara qilsak, o'zi 2 bu 60 ligini bildik. Xo'p, kara-karasi masalan 6 kara 10 deyman yoki 4 kara 15 deyman. 4 kara 15 desam buni 60 ni 4 kara 15 desam 4, 2 ning kvadrati 15 degan 3 ta 1, 5 ta 1 mana. 2 ning kvadrati 4, 3 ta 1 3, 5 ta 1 5 hisoblasak mana shu 60 chiqadi. Mana shuni e kubi, mana shu uchalasining e kubi hozir xo'p 60 mana shu bo'ldi. Endi xo'p boyagidek topamiz. Umumiy natural bo'luvchilar soni nechta desa, umumiy natural bo'luvchilar soni desa, darajasiga bir qo'shib ketaveramiz. Buning darajasi 2, 2 ning darajasi 2. 2 ga qo'shamiz 1 ni. 3 darajasi ko'paytiramiz. 3 darajasi 1, 1 ga qo'shamiz 1 ni. Keyin 5 darajasi 1, yana 1 ga qo'shamiz 1 ni. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 3, bu 2, bu ham 2 bo'lyapti. Ya'ni 3 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 bo'lyapti. Hisoblaydigan bo'lsak 3 ga 2 6, 6 ga 2 12, 12 ta bo'lyapti. Keyin umumiy butun bo'luvchilar soni deyilsa, mana shundan 2 barobar ko'p bo'ladi. 2 barobar ko'p bo'ladi degan 24 ta. Ya'ni mana 24 ta bo'lganda bu 48 ta bo'lardi. Bu 48 ta bo'lganda bu 96 ta bo'lardi. Agar bu masalan 11 ta bo'lganda bu 22 ta bo'lardi. Keyin umumiy tub bo'luvchilar soni. Tub bo'luvchilar soni mana turibdi. Nechta son turibdi mana shu yerda? 3 ta turibdi, demak 3 ta deymiz. Umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar soni desa, umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar soni qaraymiz. Jami nechta edi? Naturallar ichida bo'ladi. Naturallar bizda nechta chiqdi mana? 12 ta chiqdi. 12 tadan nechta ketyapti? 3 ta ketyapti. 12 dan 3 ta olamiz, 9 ta bo'ladi. Keyin umumiy murakkab bo'lmagan bo'luvchilar soni deymiz. Umumiy murakkab bo'lmagan bo'luvchilar soni. Murakkab bo'lmaganini hisoblaymiz. Murakkab bo'lmagani 2 murakkab emas, 3 murakkab emas, 5 murakkab emas, keyin har qandaysidan 1 ga bo'linadi, 1 murakkab emas. Shunda murakkab emas 4 ta bo'ladi. Ya'ni men tub sonlardan har doim bitta ko'p bilaman. Tub sonlar 3 ta bo'lsa, murakkab emaslar 4 ta bo'ladi. Keyin umumiy murakkab bo'luvchilar soni. Umumiy murakkab bo'luvchilar soni jami 12 tadan ayiramiz. Mana ga murakkab emasga qancha ketdi? 4 ta ketdi. Demak shunda 8 ta qoladi bularga. Keyin umumiy toq bo'luvchilar soni. Toq bo'luvchilar soni desam, yana toq soni izlaymiz. Mana 2 juft son, 3 toq son, 5 toq son. Mana 3 bilan 5 toq son. O'sha toq sonni darajasiga 1 qo'shamiz. Demak 3 darajasi 1, 1 qo'shamiz 1. Ko'paytiramiz 5 darajasi 1, yana 1 qo'shamiz 1. Buni hisoblasak 2 2 ko'paytirsak 4 ta bo'laydi. Endi umumiy juft bo'luvchilar soni desa, mana umumiy juft bo'luvchilar soni desa, hisoblaymiz. Jami nechta edi? 12 ta edi. 12 tadan 4 tasi 90larga ketdi mana. Nechta qolyapti shunda? 8 ta qolyapti. Endi yig'indisini ko'rib chiqamiz bu tomondan. Natural bo'luvchilar yig'indisi deyilsa, ya'ni mana umumiy natural bo'luvchi yig'indisi deyilsa, umumiy natural bo'luvchi yig'indisi mana darajadan boshlaymiz. 2 ning kvadrati, demak 2 ning kvadrati 2 ning 1, 2 ning 0 bo'ladi. Keyin ko'paytiramiz. Keyingi qavusimiz 3 ta 1 bo'lyapti mana. 3 ta 1, 3 ta 0 bo'ladi. Keyingisi 5 ta 1 bo'lsa, demak 5 ta 1, 5 ta 0 bo'ladi. Endi shuni hisoblaymiz. Xo'p, 2 ning kvadrati 4, bu 2 6, mana bilan 7 bo'lyapti. Ko'paytiramiz. Bu 3 ta 1 3, har qanday sonning 0 1 4 bo'lyapti. Keyin ko'paytiramiz. Bunisi 6 bo'lyapti. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak 7 kara 4 bizda nima? 28, 28 ko'paygan 6. Buni hisoblaydigan bo'lsak 120 48 ga 168 bo'lyapti. 168. 28 kara 6 bo'lyapti. 6 kara 20 120, 6 kara 8 48, ikkalasini qo'shdik 168 bo'ldi. Endi umumiy butun bo'luvchilar yig'indisi deyilsa, bu hamma misolda 0 bo'ladi. Ishlanmaydi. Ya'ni boya qarama-qarshi sonlar bo'ladi, qarama-qarshi sonlar bo'lsa 0 bo'lib ketadi. Keyin umumiy tub bo'luvchilar yig'indisi. Xo'p, tub sonlar nechta mana? Mana yerda 3 ta. 2 3 5. O'shalarni qo'shamiz. Demak, 2 qo'shamiz, 3 qo'shamiz 5. Mana 2 3 5 qo'shyapmiz mana. 2 3 5 ni. Hop, 2 3 5 ni qo'shsak nima chiqyapti bizda? 10. Endi bu umumiy tub bo'luvchilar yig'indisi edi. Endi umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi. Bu nima degani? Umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi nima degani? Tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi общий yig'ini mana 168 dan ayiramiz. Umumiy tub bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi desa 10 ni olib tashlayapmiz mana. Tubga ketganlarni olib tashlayapmiz. Shunda bu 158 qilyapti. Xo'p, keyin umumiy murakkab bo'lmagan bo'luvchilar yig'indisi. Murakkab emaslar qaysi mana? 2 3 5 murakkab emas, chunki bular tub. 2 3 5 murakkab emas, keyin 1 murakkab emas. Hammasi birga bo'linishi aniq. Demak, bo'luvchilarning ichida 1 bo'ladi. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak 11 bo'lyapti. Keyin umumiy murakkab bo'luvchilar yig'indisi. Umumiy murakkab bo'luvchilar yig'indisi deyilsa, общий yig'inda 168 dan ayirib tashlaymiz 11 ni. Shunda bu 157 bo'ladi. Keyingisi umumiy toq bo'luvchilar yig'indisi.
Umumiy tog' bo'lishlar yig'indisini topadigan bo'lsak, mana yerda 2 juft sonlar, mana 3 tog' son, 5 tog' son. O'sha tog' sonliq qavslar olamiz mana 3 bilan 5 ni. Demak, 3 ta 1, 3 ta 0 ko'paytiramiz. 5 ta 1, 5 ta 0. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 4. Bu 4. Buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 6. Hop, 4 kar 6 bo'ladi. 4 kar 6 24 bo'ladi. Bu tog' sonlar yig'indisi bo'ldi. Endi umumiy juft bo'luvchilar yig'indisi. Umumiy juft bo'luvchilar yig'indisini topadigan bo'lsak, o'pish yig'indi 168 dan ayirib tashlaymiz. Tog' sonlariga qancha ketdi? 24 ketdi. Hop, 24 ayirib olsak, hozir bizda 144 qolyapti. 144 ekan. Endi yana davom etadigan bo'lsak, yana buni davomi bor hali, lekin abituriyentlarga asosan mana shu yergacha tushadi. Xo'p, davomi. Masalan, o'qituvchilarning attestatsiya imtihoniga tushib qolishi mumkin, masalan. Natural bo'luvchilar ko'paytmasi tushib qolishi mumkin, masalan. Natural bo'luvchilar ko'paytmasi mana. Natural bo'luvchilar ko'paytmasi tushib qolsa, hop, formulasi e kub bo'ladi. Darajasida nbsi taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni umumiy natural bo'luvchi sonining yarmi. Hop, hozir mana topadigan bo'lsak, mana shu misolda, hop, e kub nima bizda? E kub mana hisoblasak 60 mana. Demak, o'sha yerga mana 60 yoziladi. Keyin nbsi nima chiqqan bizda mana? Nbsi 12 chiqqan. O'sha 12 ning yarmi deyapti. 12 ning yarmi 12 ni 2 bo'lsak 6. Demak, natural bo'luvchilar ko'paytmasi, yana 60 bo'linadigan sonlarning ko'paytmasini hisoblab ko'rsa, demak nima chiqadi desa, 60 ning 6si chiqyapti. Ya'ni mana umumiy natural bo'luvchi soni nbsini yarmi bo'lyapti degin. Mana shular umumiy bo'luvchi ko'paytmasi, hop, e kub bo'lyapti, nbsi taqsim 2 bo'lyapti. Formulasi mana shunaqa bo'ladi. Endi butun bo'luvchilar ko'paytmasi deyilsa, masalan, butun bo'luvchilar ko'paytmasi deyilsa, hop, bu qanday chiqadi? Formulasi minus e kub bo'ladi. Minus e kub darajasida, hop, nbsini o'zi bo'ladi. Taqsim 2 emas, nbsini o'zi. Demak, minus e kub nima bo'lyapti hozir? Minus 60 bo'lyapti. Minus 60. Nbsi nima bo'lyapti? Nbsi 12 bo'lyapti mana. 12 juft bo'lgancha minus yutaveradi. Shunda javob 60 ning nimasi bo'lyapti? 12si bo'lyapti. Xo'p, yana qo'shimcha bu. Tub bo'luvchilar ko'paytmasi deyilsa, masalan, tub bo'luvchilar ko'paytmasi deyilsa, tub bo'luvchilar ko'paytmasi, bu yerda tub sonlar qaysi? 2 3 5. Mana yerda masalan yig'indisini topganmiz mana 2 3 5 deb. Endi shuni ko'paytirib qo'yamiz. 2 3 5 ni ko'paytirib qo'yamiz. 2 3 5 ko'paytirsak, tub bo'luvchilar ko'paytmasi nima chiqibdi? 30 chiqibdi. Va hokazo shuni davom ettirsak bo'ladi, lekin asosiy abituriyentlarga tushadigan mana soni bilan yig'indisi ko'proq tushyapti. Mana ko'paytmalari uncha ko'p tushgan yo'q. O'shaning uchun bularga ko'proq to'xtalib o'tyapmiz. Endi bunda mana shunaqa davom etib ketaversak, mana murakkab bo'lmagan bo'luvchilar ko'paytmasi, murakkab bo'lgan bo'luvchilar ko'paytmasi deb va hokazo tog' bo'luvchilar ko'paytmasi deb topib ketsak ham bo'ladi. Hop, davom etamiz. Endi 60 mana e kubi 60 edi. E kubi 60 bo'lsa, mana menga yozib qo'ydim. E kubi 60 bo'lsa, o'sha 60 nimalarga bo'linadi? 1 ga bo'linadi, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 5 ga, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 ga bo'ladi. Mana sanab chiqsak, nechta bo'luvchisi bor desa, mana sanasak, mana shu 12 ta chiqadi. Mana 12 ta chiqqan. Formula bo'yicha topganmiz. Endi mana alohida yozib chiqdim. Keyin butun bo'luvchilarga mana manfiylar ham kiradi mana. Mana shuni, mana 1 2 3 larda qarama-qarshilar mana. Jami bunisi 12 ta, bunisi 12 ta bo'lyapti degan. Mana yerda nechta bo'lyapti jami? 24 ta bo'lyapti. Mana naturallar 12 ta bo'lyapti, buni jamisi 24 ta bo'lyapti. Keyin ichidan tublar sanab chiqsa mana 2 tub, 3 tub, 5 tub. Qolgan tub emas. O'sha sanasa 3 ta, lekin unaqa sanab yurmaymiz, o'zi mana yerda yozilgan bo'ladi. Men buni tushuntirishga buni nimaga yozdim buni? Mana ko'paytmasi desa, mana ko'paytirib chiqsa, mana 1 2 ga, 2 3 ga, 3 4 ga, 5 ga, 6 ga va hokazo mana shu yerda hamma sonni ko'paytirib chiqsa, mana natural bo'luvchilar ko'paytmasi nima chiqdi? 60 ning 6-darajasi. Mana shularni ko'paytirib chiqsak, demak 60 ning 6si chiqadi. Bularni ham qo'shib ko'paytirsak, mana 12 ta son bu. 12 ta sonni ko'paytirsa 60 ta 6si, mana yerda yana 12 ta qo'shilyapti. Yana 12 ta qo'shilsa, jami 24 ta. Butun bo'luvchilar ko'paytmasi, butun bo'luvchilar soni nechta edi mana? 24 ta edi. O'sha 24 tani ko'paytirsa 60 ta 12si chiqadi bo'lyapti. Xo'p, mana minuslar nimaga plyus bo'lib ketyapti? Chunki 12 ta bo'lgancha mana minusga minus plyus bo'lib ketaveradi, plyus bo'lib ketaveradi. Mana 12 minus yutaveryapti degani shu. Ya'ni minusga minus plyus bo'lib ketyapti, 12 ta bo'lgancha. Yana safar 10 bitta bo'lib qolsa minus qoladi. 10 bitta bo'lib qolsa, yo 9 ta bo'lib qolsa, mana darajasi 90 bo'lib qolsa minus qoladi. Az juft son bo'lgani uchun yutaverdi. Keyin tub bo'lishi ko'paytmasi ham mana shu 2 3 5 shuni ko'paytirib qo'ydik, nechta chiqdi? 30 chiqdi. Va hokazo boshqacha ham topsa bo'ladi. Masalan, tog' sonlar ko'paytmasi deyilsa, mana tog' son, masalan, men 1 tog' son bitta, mana 3 tog' son, 5 tog' son, keyin mana 15 tog' son. O'shalarni ko'paytirib qo'yamiz. Tog' bo'lishi ko'paytmasi deyilsa.
Keyin juft bo'lchak ko'paytmasi deyilsa, masalan, umumiy ko'paytma bor bizda. Umumiy natural bo'lchak ko'paytmasi 66 ni boya 90larning ko'paytmasiga bo'lib yuborsak, qolgan juft bo'lchaklar ko'paytmasi kelib chiqadi. Va hokazo.